بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Sizu bizlarni yo'q yerdan xor haqir narsadan yaratib ilm ila aziz qilgan Alloh taoloni o'ziga hamd va sanolar, hayotda yo'lboshchimiz bo'lgan ota-onamizdan ko'ra mehribonroq zot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat shariflar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugun mana yana sizlar bilan Navoiyni eslab ko'rsatuvini keyingi sonida diydor ko'rishib turibmiz. Allohning o'ziga beadad shukrlar bo'lsin. Bugungi Navoiyni eslab ko'rsatuvimizni mehmoni chiroyli ovoz egasi ukamiz Sanjarbek Ergashev bo'ladilar. Sanjarbek va alaykum xush kelibsiz. Alloh xayrli qilsin. Bugungi mehmonimiz Sanjarbek o'zini yo'nalishi, o'zini chiroyli ovozi bilan xalqqa xizmat qilib keladi. Yana bir marta xush kelibsiz Sanjarbek ko'rsatuvimizga. Bugungi ko'rsatuvimiz mana Navoiy hazratlari haqida. Sizni ham Navoiy hazratlari haqida bir ikki og'iz fikringizni bilsak. Albatta, yana bir bor assalomu alaykum. Hazrat Mir Alisher Navoiyni ustozlardan eshitgan, ustozlardan o'rgangan, o'qigan bir ozgina voqelikni aytib o'taman. Hazrat Mir Alisher Navoiy shogirdlari bilan ketayotgan paytida yo'lda bir kichkinagina go'dakka ko'z tushib qoladida, Hazrat Navoiy otidan tushib, ana shu kichkina yosh bola bilan so'rashib, assalomu alaykum deb so'rashib, ehtirom bildirganda, bu yerda shogirdlari hayron bo'lib, ustoz, Hazrat, bu yosh bola bo'lsa, yosh bolaga buncha e'tibor qaydan deb so'raganda, Hazrat Navoiy, bu yosh bola meni ustozimni nevarasi bo'ladi. Shuni hurmatidan, shu ustozimni hurmatidan shu nevarasi bilan so'rashdim deganda, shogirdlari ham hayron bo'lib, nevarasiga shunchalik ehtirom ko'rsatganda hayron bo'lib, demak, Hazrat ustozlarga bo'lgan mehrini shu boladan ham ko'rsatib qo'yadi. Albatta, Navoiy hazratlarini ustozlarga bo'lgan yuksak hurmatini ko'rsatib o'tgan edi. Albatta, Hazrat Navoiyda ustozlarga juda mehri yuqori bo'lgan, hurmati yuqori bo'lgan. Bizga bugungi kungacha kelgan shu ustozlarga ko'rsatiladigan hurmat, ehtiromni Navoiy hazratlari bizga andoza qilib bildirib ketganligidan dalolat beradi. Rahmat shunchalik Hazrat Navoiy to'g'risida ma'lumotlar uchun. Yana bir bor xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Endi muxlislarimiz xohlagandek asosiy navbatda qo'shiqqa bersak, Hazrat Navoiy haqida qaysi qo'shiqni ijro qilamiz? Albatta, qo'limizdan kelgancha Aylangiz degan qo'shiqlari bor. Qo'limizdan kelgancha Navoiy g'azaliga Aylangiz qo'shiqni. Qani marhamat. Nozaninlar binolarga tarahum aylangiz, lutf agar yo'qtur g'azab birlar takallum aylangiz. Gah buyuk, gah past giryon ko'rsangiz ushoqli, fosh kulmasiz nihol
bari tebessüm eyleyiz. Biz falan toprağı bulduk, Teyrelağı ahli zûr, Hanaqa sahli nasiz, Bahsi taqaddüm eyleyiz. Hey mughanniler nayi mast idiki çuyg'anur, Ani uyg'otmoqqa bir dilkash tarannum eyleyiz. Hey mughanniler nayi mast idiki çuyg'anur, Ani uyg'otmoqqa bir dilkash tarannum eyleyiz. Sümbülüm leyli açıktır ilmebi rasayemez. Nağli Mecnun kanatmış, laleyi umrayemez. Nağli Mecnun kanatmış, laleyi umrayemez. Senin gözgüsüdür bir sağır min, bir sağır yar. Şiir açsın gülgüzü, gül yüzü şeyda aymaz. Gülük şathan üçün yarınga güya bağara. Seri köngülüm uçidir bülgülü şeyda aymaz. Seri köngülüm uçidir bülgülü şeyda aymaz. Sümbülüs tidil nasir, eskeçliga arın püresi. Yatqir kimidma aşirtedir şeyda aymaz. Gülser üzre hayat ettim köyü bustanıda. Rastay teyser gül rüyüm gibi ziba aymaz.
ولی رسوای من. Rahmat Sanjarbek, san'atingizga ko'z tegmasin, ovozlaringizga ko'z tegmasin, san'atingizga san'at qo'shilsin. Shunaqa Hazrat Navoiyga o'xshagan buyuk ustozlarni, zotlarni g'azallariga bitilgan qo'shiqlarni kuylab yuring. Bardavom bo'lsin. Ko'rsatuvimizga yana bir bor xush kelibsiz. Bundan keyingi ijodingizga ham barkamollik tilayman. Ko'rsatuvimizni yakunlashdan oldin muxlislarimizga hamisha sog' salomatlikda, tinchlik, omonlik, xotirjamlikda ko'rishni nasib etsin deb Yaratgandan so'rab qolamiz. Alloh hammanglarni salomat qilsin. Yana keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishgunimizcha xayr, sog' va salomat bo'linglar.